Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi xonadonimiz Orzu kottejda bo'ladi. Obyektimizda juda ham kompaktli, chiroyli chiqqan. Xonadonimizga qilib bergan ishlarimiz, eshik romlarni plastik profildan, eshiklarni termoprofildan ko'chib kirishdan oldin servis ishlarini qilib bergan keldik. Inshaalloh mana obyektim juda ham chiroyli chiqibdi. Garajdan kiraverish darvozaxonamizga 3 ta romimiz tushgan. Rangi alyuksantrazit, oynalar oq oyna qilib berganmiz. Romlarimizni razmerlari 1.43 ga 2.20, 3 ta romimiz razmeri bir xil holatda o'rtasidan ochilish bo'lgan. Podokonnliklar bilan birgalikda qilib berganmiz. Mana tashqari tomon ko'rinishi, rangi alyuksantrazit, pastashli profillar bilan birgalikda. Tualet eshiklarga yengilroq variantdagi eshiklarimizni qilib berganmiz. Xo'p, servis ishlar ketmoqda. Ustalaganda, usta nima bo'lyapti ishlar? Servis bo'lyapti. Chempion eshigimiz. Hop, razmerlari 1.40 ga 2.77 balandlik, teng 2 ga bo'lingan. Ichida 1.8 shatlankasi bor, alyuksantrazit. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana ochilib yopilishlari. Mana. Chempion eshigimiz. Xo'p, bu tomonimizda ham o'sha romlarimiz tushgan. Plastik romlarimiz, razmerlar bir xil holatda, 1.40 ga 2.77 2.27 balandlikda o'rtasidan ochilish qilganmiz. Bularga ham ikkita o'ng chap ochilish. Hop, bu tomonimizda ham o'sha kirish eshigimiz bor, chempion profildan bo'lgan. Bu eshigimiz razmer kichikroq bo'lgan. 1.30 ga o'sha 2.77 balandlikda 1.5 tabaqali o'sha asosiy kirib chiqish eshigini kattaroq qilganmiz. Glavniy qatnaydigan eshigini. Shunday qilishi termo chempion eshigimiz. Yon tomonimizdagi romimiz kattaroq razmerda bo'lgan. Razmeri 1.60 ga 2.20 balandlikda ikkita chekkasini ochilish qilganmiz. Xo'p, yana bitta tavsiya, eshik rom o'rnatganimizdan so'ng uncha vaqt o'tmasdan mana uni atkos yoptirib qo'yish kerak. Sababi mana penalar yozda chiriydi, keyin deformatsiya bo'lib, orasidan sovuq o'tadigan bo'lib qoladi. Iloji boricha tezroq atkosni yoptirib qo'yish kerak. Mijozimizga ham aytib o'tdik. Barcha o'sha romlarni atkosini oldirib qo'yadigan bo'ldilar. Xo'p, bu tomonimizda kirish eshigimiz termo profildan bo'lgan, razmerlari kattaroq bo'lgan. 1.80 ga 2.77 bo'lgan. Glavniy kirish eshigimiz termodan qilib berganmiz. Termo eshigimiz ham ochilib yopilish juda ham zo'r. Shatlankalar bilan birgalikda oq oyna juda ham yorug' chiqqan. Bu tomonimizda ham o'sha plastik romlarimiz o'rtasidan ochilish qilib berganmiz. Razmer kichikroq bo'lgan, yon tomondagi romimizni 2 ga bo'lganmiz. Barchasini o'sha o'zini fasonidan kelib chiqib, razmerdan kelib chiqib qilib berganmiz. Xo'p, hozirgi kunda romlarimizni 1 kvadrati $120 dan $180 gacha chiqadi. Eshiklarimizniki $170 dan, termo eshiklarimiz $220 gacha chiqadi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin.